Assalomu alaykum do'stlar. Xo'sh, hozir mana Nexia, Chevrolet Nexia 1-2 avtomobili gulishitlar qabachogini yasab ko'rsatamiz. Xo'sh, kanalimizni poddershka qilinglar. Video yasash uchun ko'p vaqtim ketadi meni. Boshladik, sal tezlashtirib olganman. Xo'sh, mana lazerga kestirib olganman kirishkalarini. Endi imенно gulishit bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, lazerga kestirgan ma'qulroq. Mana hozir o'lcham olamizda, mana birinchi ochratga o'lchamni qilib olamiz listga. List 1.7 tenga, kirishkalari 1.8, 2lik list kestiraman, to'g'risi zo'r chiqadi-da. Qo'lga qarshi xiyroq listi. Shuning uchun har xil uskunalardan foydalanyapmiz. E'tibor qilib tursangiz, hozir mana boshladik işte. Endi hozir mana vaqt to'lmasligi uchun mana bochkacha yasashni hozir mana qarab o'tirsangiz oddiy bo'lib qoldi. Va ikkita kirishgacha qo'ygandan keyin tamom qayar kelaverasiz. Tamom, bochkacha tayyor bo'ladi. Eng qiziq joyi ichi yerimi? Mana hozir kirishga qo'ytirgandan keyin listni aylantirib prihodga olib kelaverasiz, yopishadi-da o'ziga. Tamom. Tayyor bo'ladi. Bachokcha qilib oldik. Hozir mana ana shu yerdan bitta adres qilamizda. Keyin ochamiz kirishga mana. Tayyor, endi ichi ishlaydi. Chapga yo'q qo'ymanglar. Bitta teshigi bu yoqqa qarab qoladi. Shuniki bu yoqqa turishi kerak. Tushunmadingizmi? Mana bu chiqish bo'lsa, bu kirish bo'ladi-da. Buni bu yoqqa tashlab yubormaydi. Rasobil o'tirasiz. O'sha turbalar mana hozir svelni stanokka teshib olamizmi? Stanokcha oson bo'ladi ishlash. Endi buni ko'rsatib o'tayotganim to'g'risi drilldan ko'ra ancha mashaqqatlari yengil bo'ladi-da, tez ham yana. Shu stanokchadan bitta olib olish kerak. Arzini ham pulga berar ekan, faqat rossiyskisini topib oldim men uni. Imенно gulishitchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, bitta shu stanok kerak. 5lik sverlar bilan teshib olamiz, mana 8 qator teshsak bo'ladi. Mana endi hozir mana qarang, ichini yig'ishni boshladik, e'tibor qilib turing. Men avval ham yasab ko'rsatganman. Xo'sh, yana chiqarishni boshladik-da bilan. Bekor qoldik, gulishni yasab qo'yamiz-da. Shuni qilamiz. Berga ishi bor. Vatadan boshqa ishi bor. Stiklovatadan boshqa ishi bormi? Chiqish, kirish, ikkitadan qaytadi, keladi, ikkitadan qaytadi, chiqib ketadi. Bu chiqish. Xullas kelam. Shunday. Vata qoplanadi-da, mana vata bo'ladi. Xo'sh, videoni ko'p cho'zgim kelmadi. Mana svarkasini, mana tashqi svarkasini postoyanno argonga qilyapman. Po'lat avtomatdan ko'ra maroqtiradi, tik. Keyin boyagi tashqi qilib nima qilib o'tirmaysiz. Bitta simcho'tga mana o'tasiz. Tozalash yuvasida kraska o'rib tashaladi-da, tamom. Svarkasi yaxshi chiroyli chiqish uchun tashqi qilib yotilmaydi, argonga o'tamiz biz. Bizda argon svarka bor. Bu chaqlab yuzini shlipovka qilish shart emas-da.
argonga bo'ladi bu argon. Tashqi svarkasini argonga qilamiz. Mana shu videocha chiquvdi, mana qarang, nimani kesib beraman. Mana shu shaklga keltirib olsangiz, svarka qilish ham chiroyli chiqadi-da. Oxirgi ishini ko'rsatib o'rgandim. Mana shu shaklga keltirgandan keyin chiroyli svarkacha bo'ladi. Nerjoga turib chiqishi qo'yiladi-da bu. Xo'sh, video foydali bo'lgan bo'lsa, mehnatimizga bitta like bosib qo'ying. Kanalimizni qo'llang. Kommentariy yozing, tushunmagan joylaringizga savollarga javob beraman. Shu maslahat tekin bizga. Kimdir shuni o'zim qilaman deb izlayveradi-da, mana svarchiklar ko'p svarchik. Boy, endi gulishtunchi emas ular. Telefon qiladi, kommentariy yozadi. Bemalol maslahatlar beramiz. Podpiska qilib qo'ying. Podpiska kanalimizni yiqirmaslik uchun.